Assalomu alaykum Samarqand Yulduzlari TV muxlislari. Mana bugun intervyumizni bugun qahramonimiz Handalak guruhi a'zosi ustoz qiziqchimiz Ortiq Sultonov bilan olib boramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Endi juda ko'pchilik intervyu olayotgan paytda so'raydi-da, mendan aytasiz nima deb e'lon qilaylik deydi. To'y hashamlarda ham, konsertlarda ham nima deb e'lon qilaylik deydi. Keyin men aytamanki, o'zing xohlaganingdek e'lon qil deyman. Va u e'lon qilayotgan paytda men eshitib turaman. Qani uni tasavvurida men kimman deb. Ana bir xillar bor juda shoirona qilib e'lon qiladi. Shu odam shu ishga qo'l urganidan xursand bo'lib ketadi. Bir xillar bir kashaq tashlaydi, rudi shod bo'lib turibdi, shod rud bo'lib turibdi deydi-ku. Ko'pchilik shunaqalar so'z beradi-da bizga to'yga borsak. Salomat bo'ling, xabarlaring bo'lsa kerak edi. 3-4 yil bo'lib qoldi men Samarqanddaman. Ana faoliyatni shahar madaniyatiga rahbarlikdan boshladim. 1,5 yilcha ishladim. Yaxshi ishlasa bo'ladigan nima ediki unga u ishni qilish uchun ijodni yig'ishtirib qo'yish kerak-da. Chunki u ertalab 6 da plenerkaga chaqiradi, oqshom 12 gacha ish borda. Keyin o'rningizga bir safar odam qo'yasiz, 2 safar qo'yasiz. Endi hozir bizga talab bor. Xalq to'yiga taklif qiladi, yaxshi kunga, konsertlarga. Ana shu uchun o'sha imkoniyatimiz bor paytda ijod qilaylik, keyin bu davlat ishiga qaytamiz deb topshirdik davlat ishini. Keyin chaqirishdida mana bu O'zbek konsert degan tashkilot bor. O'zbek Navo oldingi. Viloyat O'zbek konsertga rahbar bo'lsangiz, ana u konsert zal bor-ku, Ablasay Balansani yonida. Shuni deydi sizga bersak, ana ozroq pul ajratsak, shu yerda bir chiroyli ijodxona qilsangiz, butun Samarqand ijodkorlari yig'iladigan bir dargoh bo'lsa dedi. Fikr qiziqtirdi-da, rozilik berdim. Viloyat O'zbek konsertga rahbar bo'ldim. Men bo'lganimdan menga o'sha va'dani bergan yigit boshqa ishga o'tib ketib qoldi. O'rniga kelgan yangi yigit, aka men uni qilolmayman dedi. Endi men ko'p aytaman-da, birinchi va oxirgi marta yashayapmiz, bekarchi vaqt yo'q deyman-da. Qarasam u bo'lmaydi. Demak, vaqt o'tkazish kerak emas deb uni ham nima topshirdim. Endi mana bu prezidentimizning farmoyishlari chiqqaniga ancha bo'luvdi. Lekin o'sha davlat ishlari bilan bo'lib qo'lim tegmayotdi. Mana hozir endi bemalol bo'lib qoldik. Demak, o'sha bemalollikdan foydalanib Samarqandda Ortiq Sultonov mahorat maktabi deb yuritilyapti bu. Shuni faoliyatini tiklayapmiz hozir, tiklash jarayoni ketyapti. Bu biz o'tirgan dargoh Samarqand davlat universiteti. Endi Samarqand viloyatidagi barcha ilmgohlarda otasi haligi nimasi deydi bu yer. Shu domlalar bilan hamkorlikda fikrlashib, talabalarimiz bilan shu yerda yig'iladigan bo'ldik. Bugun birinchi uchrashuv bo'ldi. Bu uchrashuvda men nima qilish niyatim borligini bolalarga aytdim va topshiriq berdim. Keyingi kelganda o'sha topshiriqni bajarganiga qarab, ana o'sha keraklilarni olib qolamiz. Hatto men aytdim, endi ko'pchilik Ortiq Sultonov dars o'tayotgansa qiziqadi-da. Zalni 2ga bo'laylik deyapman. Bir tarafida biz dars o'taveraylik, ikkinchi tarafida bizni ijodimizga qiziqqanlar kelib tomosha qilib o'tirsin. Muxlislar. Muxlislar faqat shovqin qilmasa bo'ldi. Shunaqa hozir mana bugun boshladigan nasib bo'lsa, rejalarimiz katta. Bizni asosiy ish o'rnimiz ana u Kaftarxonaga borayotganda bolalar musiqa maktabi bor. Bu yerda bizga nima qilingan madaniyat boshqarmasi tomonidan bu yerga ham shunaqangi mahorat maktabi faqat maktab o'quvchilari uchun. Keyin kollejlarda reja qilib turibmiz, ularni ham jalb qilamiz deb. Hozir endi bizni atrofimizda qilmoqchi bo'lgan ishimiz atrofida 5 ta 6 ta ijodiy jamoalar shakllanadi. Endi qanday bo'ladi, nima bo'ladi buni Xudo biladi. Shunday. Ortiq aka, sizni bir bolalik davringizga qaytsak. Bolalik davringiz qanday o'tgan? Endi meni bolalik davrim biz endi oilada 8 o'g'il, 3 qiz bo'lgan. 11 ta bo'lganmiz. 11 farzand. Otam rahmatli cho'ponlik qilib
xalqni podasini boqib, bizlarni boqqan. Onamiz rahmalli, qahramon ona deyiladi, bidalari bo'lardi. Ikkita uchta shu qarindoshnomo dugonalari bilan birgalashib Moskvaga borib, boshqa shu atrofdagi davlatlarga borib, o'sha yerdan bir narsa olib kelib sotib, qilgan foydasiga kelinga bitta ro'mol, bitta jempir olib qo'yib, ashuna qilib turib, hammamizni uyli joyli qilgan. Men yoshligimda bir 5 ta 6 ta maktabda o'qiganman. Sog'liq sabab shunday bo'lgan. Internatlarda o'qiganman. Endi biz Urgutda havosi bizga to'g'ri kelmagan. Sovuqlik. Sovuqroq iqlim bo'lgani uchun meni shaharga nima qilishgan? Bir o'rta shaharda tog'amizni uyida turib, ular bolalari bilan Samgasidagi maktabga qatnaganmiz. Bir paytlari aholikda bolalar internati bo'lardi, o'sha yerda turib o'qib qatnaganmiz. 5-6 ta maktab bo'lgan. Va hammasida endi men qanday ajralib turganman san'atdagi qiziqishim bilan. Bolalikda aka-ukalaringiz bilan qanday o'tgan? Xotirada qoladigan qanaqadir? Katta oila bo'lgan endi hamma bizda endi oilaviy pudratga Urgutda tamakchilik. Hamma ertadan kechgacha birga. Akalar endi kattalari uylanishni boshladi. Qaysidir armiyaga ketardi, qaysidir institutda o'qirdi. Shunaqangi jarayonda biz endi asosan mendan katta va mendan kichkina 3 aka-uka biz endi mol qo'y boqar edik yoshligida ko'p qilgan ishimiz. Mol qo'y boqar edik. Keyin o'sha mol qo'y boqqani borganimizda futbol o'ynardik. Keyin men shu kitobga qiziqib qoldim qandaydir. Urgutning markazi bizni qishlog'imizdan 7 kilometr edi. U paytda avtobuslar, taksi yo'q. 1 soatda bitta qatnaydi. Keyin shu Urgutning markaziga ko'pincha piyoda borib kelardim. Borib kitob olib kelardimda, mol boqarga borganda hamma futbol o'ynasa, o'tirib kitob o'qirdim. Qanday qiziqardim kitobga. Bu qiziqish shu san'atga bo'lgan qiziqishga aylandi. Ashuna qilib turib, eslayman siz ko'p istinadigan narsalar, sinfdoshlar atrofida hali biz yoshligimizda sobiq ittifoq payti edi, 1-may bayramlari bo'lardi. Yashasin 1-may, ura 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 deb qishloqda aylanib kelardi. Keyin bunaqa bo'lmaydi bu, repetitsiya qilish kerak deb direktorga ishontirganman-da. Mana shu 5-sinfmikan shu payt. Hamma maktab qator bo'lardi, men chiqib turib, bu paytda pioner vajati degan shtat bo'lardi. Hurmatli pioner vajati, ana 52-maktab o'quvchilari 1-may paradiga tayyor deb biron oy oldin. Parad boshlandi desa, o'ngga buril deb butun maktabni qishloq bir aylantirib keldim men. Yashasin 1-may desam, hamma ura deb ayladi. Yoshlikda bo'lganda badanda. Xullas shunaqa o'tgan yoshlik. Hozir sizning oila a'zolaringiz, aka-ukalaringiz orasida sizdan tashqari yana san'atda yo'q. Faqat sizmi? Endi meni ko'rib omad zo'r bo'lar ekan deb o'yladi shekilli. Qarindoshlar ichidan 4-5 ta chiqdi. Akani o'g'illari, misol, ammani o'g'li bor. Endi birinchidan mehnat qilish kerak, ikkinchidan peshonaga yozilgan bo'lish kerak edi bu. Ularga shu yozilmagan shekilli san'atga yuradi shu qishloqda. Qiziqchilikka kirib kelish vaqtingiz qaysi yillarga to'g'ri keldi? Institutga kirgan paytlarda o'zi undan oldinroq ham boshlangan. Men institutda o'qib yurgan paytlarimda o'sha to'ylarga yurishni boshlaganman. Toshkentda o'rtakash deydi. 25 so'm berar edi, tugun qilib berardi. Endi 100 ta bola bo'lsa, shundan 30 tamiz to'yga chiqaydik, qolgan 70 ta yotoqxonada bizni kutardi kelib, shu tugunni berardik, yeb. Ana o'sha paytlarda shakllangan, o'shaligi 10-sinf paytlarimda eslayman, nimalarda qo'ng'ir zukorlarga chiqib, san'atkorlarning ovozini qilib, narsalar qilib edim. Shu oila a'zolaringiz ichida
Shuni boshlagan vaqtingizda qarshilikda bo'lganmi? Qilma, bu maynavozchilik yoki qanaqadir Yo'q. ota-onangiz yoki aka-ukalaringiz? Endi men aytdimki, men oilada juda kam yashaganman. Hali bu yoqda 5-6 ta maktab deyapman-ku. O'sha 5-6 ta maktabni o'sha borib yashab o'qiganmizda, oilada juda kam yashaganman. 2-sinfda qishloqda bo'lganman. Keyin 6-sinfda bo'lganman. Keyin 9-10da qo'shni maktabda o'qiganman. Boshqa joyda biror qarindoshingiz Aytdimki, internatlarda yashaganmiz. Qarindoshdaligida sog'liq tufayli. Hozir mana borda bir hid qarang, sal shabada bo'lsa shamollaymiz-da. Ovozda. Bir hid bor. Endi nima deysiz, shu yozilgan ekanda. Endi ilk chiqish qilganingiz, ya'ni sahnaga chiqib qanaqadir nima desam, esda qolarli voqealar bo'lganmi? İlk chiqish. 10-sinfda o'qib yurgan paytimizda qishlog'imizga Xudoybeti Ziyodov degan qiziqchi kelib qoldi. U kishi bir Sattepada turardi, Toshkentda yashayapti. Keyin ko'rib juda qiziqqanman. Keyin konsert tugagandan keyin oldiga borganman. Keyin odam adresini bergan. Adresi mana u hozir yoshlar ittifoqi bor-ku, yozga yetdi u avval. Shu yerda adresini bergan. Kelsam, u odam o'sha yerda Nasib Abdullayeva bilan birga ishlar ekan. Nasib opa ham unchalik mashhur emas edi payt. Nasib opa qo'shiq aytayotgan odam chiqib e'lon qilib turar ekan. Keyin shu odam bilan qo'shilib, maktab tashlab, ular gastrolga ketmoqchi turgan ekan, qo'shilib ketganman bir 10 kun. Butun bu yerda trevoga bo'lgan qani qilib, hech kim aytmasdan. Keyin bitta akamiz Ishtixondan uylangan. Shu qipti qaynaqasi borib qolgan qishloqqa. Ishtixonda bo'lganmiz bizlar. Keyin borganda aytgan, ortiqimiz yo'q desa, "Yo, ortiq aka, nimada yuribdi Ishtixonda konsert qo'yib yuribdi" degan. Keyin ertasi kuni erta bilan bu akam yetib kelib, uydagilar ursang nima bo'ladi degan yaxshi gap bilan olib keldi. Uyga kelgandan keyin urganda, "Sen sarson qilib yuraydi, nima qilib" deb. Qiziqish bo'lganda, bu qiziqchilik san'atida sizning asosiy ustozingiz kim? Sizga ancha yo'nalishlar beradi. Shu yo'lda rivojlanib, yaxshi qiziqchi bo'lishingiz kim sabab? Endi atrofdagilarda hammasini o'ziga yarasha o'rni bo'lgan. Lekin men o'sha kitobim borda Ortiq Sultonov Kulgu shaharchasida degan o'zim yozganman. O'sha yerda aytganman-da, qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar eng katta ustoz inson uchun o'zi. Qolganlar keyin yana nima bo'laveradi? O'zingiz majburlab, tayyorlab. Endi men ko'pni nomini aytishim mumkin. Masalan, Hojibek akam meni ancha yonlarga olib yurgan. Endi hozir men Hojibek shogirdiman deb gapiradiganlar ko'payib qolgan. Qizlari bir intervyuda dadam shogirdlar ko'payib ketdi, biz bitta shu Ortiq akani taniymiz dedi. Men birga yurganman Hojibek akam bilan. Keyin Xudoybeti Ziyodov. Bu kishi ham ko'p nima bo'lgan, ta'siri bo'lgan. Keyin borib ijod qilgandan keyin Mirzo aka ham, Obid aka ham hammasi Ergash Karimovlar ta'siri bo'lgan. Husan Sharipov. Shular bilan nima qilganmiz? Hozir sizning sahnadagi va hayotdagi obrazingiz bir-biriga o'xshashmi yoki boshqa? Yo, boshqa. Men hayotda o'ta jiddiy odamman. Kam gapman. Keyin odamovroqman. Davralarda o'tirib, ba'zan yoqtirmayman. Ko'proq yolg'iz o'tirishni yoqtiraman. Balki o'sha kasbimiz tugayli, har kun to'y, har kun bayram bo'lgani uchun quloq sokinlikni yaxshi ko'rar. Mana hozir dalni vreme hech kim bilan jo'ra emasman. Samarqandda yonimda o'g'lim yuribdi. Qishloqqa borsak, aka-uka bor. Tanish bilish ko'p. Lekin asosan odamovroqman men ko'pman. Endi sahnadagi qahramonim sal jinni sifatroq qilib o'ynaganmiz-ku. Shunaqa o'ynalarda qiziq chiqish uchun. O'zingiz oilaviy sharoitingiz haqida, farzandlar haqida aytib bera olasizmi? 3 o'g'il, 1 qiz bor. Katta o'g'il arxitektor. Ikkinchisi va yonimda yurgan, bu sharqshunoslikni bitirgan. Meni yonimga shopir bo'lib qo'shilib olgan, ish qilmaydi. Uchinchisi 6 yil Moskvada o'qib keldi san'at institutiga. Kelgandan keyin Zo'rtepaga ishga qo'yuvdik.
Bir 20 kun bordi. Keyin menga telefon qildi dada. Bo'lmay ekan dedi. Endi Moskva borib sal oldinroq-ku. O'zini topolmadi. Men ham majburlamadim. Hozir shu akasi bilan birga qurilishlar qilib yuribdi u ham. Qiz bu yil maktabni bitiradi, endi Inesga kiraman deb tayyorgarlik ko'ryapti. Oila shu. Oilangizda siz qanaqa otasiz? Qattiqqo'lmi yoki mehrli qanaqa? Qanday deb o'ylaysiz? O'zingiz tashqaridan e'tibor bersangiz. Endi qattiq qo'lam deb bo'lmaydi men oilada ham, ko'chada ham odamlar kuniga qarashga odatlanganman. Ana lekin shunday xarakterki, mana shuni qilish kerak desam, bu edi deb aqlli qilaveradi-ku. Qilaver deyman. Qiladik. Keyin bu aytgandek, men haq bo'lib chiqsam, keyin ko'rdingmi jo'ra deyman. Keyingi safar hisob qil deyman. Keyingi safarga ham hisob qilmasa, undan keyingi safar aytmayman. Ko'pchilik aktyorlar yoki san'at ichida yurganlar qaysidir darajada farzandlarini shu sohaga kirishni xohlashmaydi. Siz mana farzandingiz Moskvada o'qiyapti deysiz. Siz o'sha o'zingiz rozilik berdingizmi yoki o'zlari xohlabmi? Endi qiziqdi-da u. O'zlari. Qiziqdi, shuning uchun men aytdim, qiziqib o'qiydigan bo'lsang dedim, Moskvada o'qi. Bu yerda o'qisang meni soyamda olifgarchilik qilasan deb jo'natdik-da. Yana 6 yil o'qib keldi-yu. Bilmayman, endi uyda audio studiyasi bor, video studiyasi bor. Har zaman narsa syomka qiladi, replar aytib qoladi. Menimcha e'tibor qilmayman uni ijodi va hayoti. Balki bu rossiyskiy qanaqadir tashqi ko'rinish yoki dunyoqarash bo'lganmi shu uchun? Yo endi qo'yib berish kerak deb o'ylayman. Ko'ryapsiz, hozir bolalarga men aytyapman-ku, ixtiyor o'zingda. Qilsang qil, qilmasang vaqtimizni o'g'irlama. O'g'illarga ham shunday, mana shunday hozir mana o'rtanchi o'g'il men bilan birga xotini o'qituvchi. Bog'cha ochamiz dedi. Domda. Ochinglar dedim. Tarix hujjatlar qilib keldi-da-yu, oldimga smeta tashladi. 60 million. Men bog'cha mana shu pul kerak ekan. Kelibsa qilaver. Siz bermasangiz qanday qilamiz bizlar? Sponsor kerak. Berdim. Hozir Xudoboy ham yordam qildi xayolim. Endi mana hozir 4 oy bo'ldi, endi mana sal shakllanib qoldi. Bizni bog'chamiz deb ish ko'ryapti. Zo'rsizlar deb. Mana shunaqa. Endi Handalakka qaytsak. Handalak endi o'zi olimlar aytishganda har qanday proyektni amaldagi yoshi 10 yil deganda. Keyin 10 yildan keyin men to'xtatdim uni. U atrofdagilarga zo'r bo'ladi dedi. Mana ishonch hosil qilishlaring uchun qilamiz deb ikkita qildik. Hech kim qaramadi. Men ko'rlagmi dedim. Hamma narsa o'z joyida vaqtida yaxshi. Shunday bo'lgani uchun nima qildik? To'xtatdik. Endi qilishimiz mumkin. Zokir akamimiz yana nimadir. Unga katta pul kerak. Katta dekoratsiyalar. Chet eldan san'atkorlar olib kelib qilishimiz mumkin. Boshlanishi qanday bo'ldi uni? Endi biz Samarqandda yurgan paytimizda bu yerda STV bilan viloyat televideniyasi bor edi, yerda ijod qilib yuraydik. O'sha yerda topganmizda buni. Keyin Toshkentga jo'natganmiz, Toshkentga ma'qul kelib kelinglar ijod qilinglar deganda. Endi ijod necha yil davom etdi endi u? 92-yil institutni bitirib kelgan bo'lsak, 2000gacha Samarqandda bo'ldi ijod. 2000 Toshkentga uchib ketdik. Keyin 2020-yilgacha Toshkent, 4 yildan beri yana Samarqanddamiz. Aynan o'sha Handalak vaqtida pik davri qanday o'tdi? Ya'ni sizlarga talab ko'p. Mana shu to'ylar, konsertlar. Endi o'sha paytdagiga nisbatan hozir u kam emas. Konsertimiz kamroq, televizordan chiqmayapmiz. To'y hashimlarda yuribmiz, endi hamma narsamiz bor. Mana pik paytida meni afsuslantiradigan narsa akamiz qiziqtirgan qishloqda bir choyxona qurganman. Keyin choyxonani sotishga to'g'ri kelib qolgan paytda men so'radim, "Nech pul ketdi?" dedim. 40 ming dedi. O'sha qilgan paytimda 3 xonali uy 3,5 ming etdi. 40 mingga 12 ta xonali uy beradi. 3 xonali uy olaydik. O'shani olib qo'yganimda hozir endi 3 xonali uyimiz qancha? 50 mingdan bo'lsa, falon pul ketadi.
Biz sotgan paytimizda 40 mingga tog'amga berdim. 35 mingga Dushxonali uy beradigan dedi. Mana shunaqangi haligi bo'lmagan ko'p pullarimiz shunaqa bo'lishi kerak bo'lgan shekilli. Endi hozir ham yomon emas. Uy-joyimiz bor. Mana siramiz bor. Pik davrida qaysi darajada ko'pchilik kibrlanadi? Bunga qanaqa qaraysiz? Bizni kibrlanishga vaqtimiz bo'lmagan. Biz kuniga 3 seansdan konsert o'ynaganmiz har kun. 200 seans. Konsert sezon tugagan payti bitta mashinada puli bo'laydi-da. To'y sezonida bitta, konsert sezonida bitta, har yili ikkita mashina puli. Endi biz ham oddiy bolalar-ku, biz bunaqa nimalar qilmaganmiz. U kibrni ham hamma qilolmaydi. Uni ham o'xshatilgan odam qiladi. Bizga uncha o'xshamagan, shuncha qilmaganmiz. Rahmat. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammani yetkazsin o'zini o'ylagan orzu istaklariga. Mana bahor keldi, buyog'i ekin, undan keyin yig'in boshlanadi. Topgan tutganimizga baraka bersin. Alloh